Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Karim Uzdo obunachilari, hammanglarga xayrli kech deb shu videomizni chiqaryapmiz akalar. Xudo xolasa toza zotdor novvoslarimiz keldi akalar. Yem yeb turgan variantini. Ko'ryapsizlar, etlari ham juda zo'r. Buniki ham mana yaltillab qo'ygan mollar akalar. O sonlarni ko'ryapsizlarmi? Ishib qo'ygan. 26,5 million xayri bor, bo'ylari 1.35. 27,5 million xayri bor, bo'ylari 1.40. Ikkalasi ham yem yeb turgan variantini, tepalari yorilib qo'ygan mollarni ko'rsanglar bo'laveradi. Mana yeb ichishlari o'ta qura. Ayoq qo'llar istagan tuyog'idan so'raganlar bormi? Yemlayman, tonna qilaman, shunaqasi kerak deyotganlarga mana akalar. Kecha olib kelingan mollar albatta uji ketdi. Kimdir qimmat dedi, kimdir arzon dedi. Buni ham mana hisoblar chiqarasizlar. 27,5 million xayri bor. Kilosi shu 460-70 atrofida premeni. Sabab bundan arig'ini tortganimizda 410 kilo chiqibdi. 420 kilo atrofiga borib qoladi. Yo 415 yo 420. Mana akalarim, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlaringizni yozamiz. Dehqondan olindi. Sabab 1 oy oldin olib kelib, bu yerda 4 ta novvosini sotuvdik. Hozir mana akamiz xudo xolasa yaxshi niyatda dadam bilan opa dadamni hojiga jo'natyapman deb sotib o'zi tashab ketdi mollarni. Joni sog' bo'lsin akamiz ham. Hammanglarga Alloh kuch-quvvat bersin akalarim. Shunaqa tonnaliklardan baqaman deganlar aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlaringiz 91 833 3300 akalar. Joning sog' bo'lsin. Yemda turgan mollar.